Xo'p, bolalar nima gap charchamayapsizlarmi? Jigarlar bugun Forex setllarda razgon qilamiz. Telegram kanalida 30-32 dan sel berilyapti. Xo'p, aytilgan indikator zonalar Telegram kanalida berilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Narximiz 30 dan prem 29-200 dan qaytib beryapti. Ozgina raznica bilan. Hech qanaqa aldovsiz, boshqa narsasiz, prosta bolalar Telegram kanaliga o'tinglar, berilayotgan signaldan foydalanib olinglar. Hech qanaqa kurs, VIP kanal, hech nima yo'q. Prosta kirib zonalardan hammasi tekin foydalanib olish kerak bo'ldi. Mana 30 dan 12 gacha tushib berishi bizda prognoz qilingan. Mana narximiz 16 ga tushdi. Biz aytilgan bu yerda 12 gacha tushib ketishi mumkin. Xohlasanglar ushinglar deyilgan. Full 3 dan aytilgan bu narsa. 12 dan baykiramiz. O'zingizlar bilan mana video davomida ko'rib ketishinglar bo'ladi. Shu joyni screenshot qilamiz. Telegram kanaliga beramiz mana. Tak. 4712 TP narx prem o'qib berdi. Eng 3 dan o'qib berdi. Bunaqa o'qib berish ham kamdan kam bo'ladi. Eng 3dan-da jigarlar, hech qanaqa kurs, VIP kanalsiz odamlar pulga sotayotgan narsani prosta tekinga zona qilib beriladi. Xohlasanglar full marja kiringlar, xohlasanglar minimal risk bilan kiringlar. 15 daji narximiz tushib kelyapti. 14 13 12 dan biz baykiramiz. 12 13 dan baykirishni boshlaymiz. Kutaveramiz. 15 da hozircha. 13 prem 3 dan. Prem 3 dan qaytib beradi zonadan. Mana kanalga 12 tepa urildi deb tashaldi. Bu ko'rishingiz mumkin. Prem 3 dan berilganda zona. Signal qilib. Hech qanaqa obkatsiz, stop loss umuman yo'q narsa. Qolganlar stop loss qo'ysa, bizda stop loss bo'lmaydi. Kim qanaqa tushunadi bu narsani? Bizda stop loss bo'lmaydi. Shu joydan bitta ikkita entry bor. Full. Davay uchish kerak shu. Bayga full. Davay. Full marja baydamiz. 67 $83 birinchi foyda bor. Olindi 198. Bu yerdan dalchi selga. Bola bu yoq o'zimiz razgon tematika. Dalchi yana bitta selga impuls kerak bizga. Ketdi. O yaxshi. Yana bitta 270, 260 bor ekan. $415 balans. Agarda yana ozroq shu yergacha tushsa narximiz bayga yana qo'shilib olamiz. 11 chuqurroq impuls bo'lsa selga. Tak 12 gacha zona berilyapti kanalda. Von qaranglar bilan aytilyapti bu yerda mana 4700 12 gacha ushlab ko'ringlar. Endi bu shu yergacha tushib berishi mumkin. Eng 3 4712 dan qaytyapti narx. Bu ham bir talantda prem 3 dan zona berib qo'yish. Tak, kutamiz. Bolalar hech qanaqa kurs, VIP kanal, hech nima yo'q. Prosta hammasi tekin. Prosta o'tish kerak, foydadan olish kerak. Boshqa hech nima kerak emas sizlarga. Tak, jigarlar, zona berilgan zona prem 3 dan o'qib berdi. Necha punkt bo'lyapti bu yerda? 4695 gacha salkam 35 punktli signal berilyapti. Prem 3 dan biz yana buy zona kutyapmiz. Zonamiz qayerda desalar, buy zonamiz 4695 dan buy zonaga kirsak bo'ladi. Agarda narximiz tepaga chiqsa, shu zona 4712 gacha qaytib chiqadi. 12 dan sel kirsak bo'ladi. Buni kutamiz. Prosta tak kutish kerak. Tak, bu yerdan orqaga narx razvorot olyapti. Biz 05 bilan 12 dan sel kiramiz jigarlar. Ungacha kutamiz. 4712 dan full sel kiriladi. 12 13 yana. 11 12. Tak. Kutamiz. 12 ga chiqib beradi narx, 100% chiqib beradi. Yoki de tushib ketsa 95 dan baykiriladi. Ikkita risk bor, shu o'tga ko'tarib oldik. 400 bilan ikki zonadan ham full kirib qo'yamiz, bo'ldi. Bu yog'iga go'zal bo'lib ketaveradi. Prem 3 dan zonalar beriladi, bolalar. Tak 770 shu yerdan baykirib ko'ramiz. 12 gacha risk bo'ladi, lekin ilojisi yo'q. Shu yerdan full baykiraman. Davay, narx qaytish kerak 12 gacha. 12 da yopiladi bu. Risk bolalar, razgon bir aslonoy bitta yoki ikkita switchaga qarab bo'ladi. Endi bilmayman, qolganlar hamma har xil razgon qiladi. Bizda aslonoy ikkita switchaga razgon bo'ladi. Agar o'xshasa o'xshaldi. Tak 137 foydadamiz. 200 böyle prem oy böyle yomon minusga chiqib tushib, bu slivan bo'lib ketadi 6 sekundda. Oy bile qanaqadir sentlar ushlab qoldi, yaxshi. Dalchi chiqadi, 12 da yopiladi. 12 davay, 12 da yopamiz. Prem 12. 12 dan sel kiriladi, full marja. Davay, narx 12 gacha bitta sakrab beradimi? O, yaxshi. Kutamiz bu yerda. Yaxshi 10 gacha chiqib berdi. 1900 mana qo'yjallab. Uchadi-da.
ikkitamiz yana. Jigarlar, shu ba'zi birlar kommentariyada o'qiyapman. Demomi realmi, sizlarga nima qizig'i bor? Sizlarga zona signal berilyaptimi? Signaldan kirib foydalanib olinglar. Prem uchidan zona berilyaptimi? Hech qanaqa kurs, YouTube kanali yo'q, hammasi tekin. Kursga kirib foydalanib olinglar, bo'ldi. 12 da yapamiz, 11200 bo'ladi. Yaxshi, 2200. Mana qo'yjalab, kayf qilaman zonada uchib bersin. Endi 12 dan sel kiramiz. Bitta shu switchani impulsdan sel kirsa bo'ladi. 05 bilan emas, 1 bilan bu yo'q. Razgon chista, razgon o'z nomi bilan. Tak. Tushadimi? 10 dan narximiz hozircha, biladji, chiqib berish kerak-da bu. Ozgina yetmay ham qaytib ko'radi, zonaga qanaqadir pipslar yetmay ko'radi. 4700 ni yaqinlashtirsak 10 11100 gacha chiqibdi. 11.5 gacha chiqish shu switchga baygi tak impuls berganda kiraveradi deselga. Shu yerdan kirish ham variant. Risk bo'lsa riskda ozgina qanaqadir 3 pips, 4 pips yetmay qoladi-da baribir. Yaxshi, ham 12 deyilyapti. 11 nechidan qaytyapti narx? 11147 dan qaytyapti. Full seldan jigarlar. Dalishi 95 shu atrofigacha tushib berishi mumkin. 95 dan biz bayzona berganmiz bozorga. Yaxshi. Impuls, chuqurroq impuls berish kerak shu. Davay. 900 foyda yaxshi. 1300. Kutamiz. U yaxshi, mana narx qo'y 5000 yana bitta. Bang narx qo'y. 6800 foydalanamiz. Shu joydan kutish kerak. Prosta zonaga tushsa bolalar yana bay kirsa bo'ladi, lekin videoni shu joyda to'xtatsa ham bo'laveradi. 6800 o'zingizlar ko'zingizlarda real natija, real signal bilan olib chiqib oldik. Valloh hammaga rahmat.